bermoqchiman birinchi. Xullas bitta insonni sigiri yo'qolib qolibdi. Ertalab tursa sigiri yo'qmish. Uni 3 ta o'g'li bor ekan. 3 ta o'g'lini chaqirib sigir yo'q molxonada. Desa, to'ng'ich o'g'li aytibdiki, agar sigir yo'q bo'lsa, uni o'g'irlashgan debdi. O'rtancha o'g'il aytibdiki, agar sigirni o'g'irlashgan bo'lsa, uni narigi mahalladagi sari odam o'g'irlagan debdi. Keyingi o'g'il aytibdiki, agar uni narigi mahalladagi sari odam o'g'irlagan bo'lsa, uni Ivan o'g'irlagan debdi. O'zidan o'zi shu logika bilan borib Ivanni urib dabdalasini chiqarib tashlashdi. Urib bilaza do'ppazlashdi. Ivan borib arzini o'sha paytda podshohga aytibdi. Podshoh hali 3 ta o'g'ilni chaqirib, nimaga buni urib tashladilar endi? Mana shunaqa logika qildik. Voy senlarni mantiqlaringdan o'rgilib keting. O'zidan o'zi shunaqa urib tashlaysanlar. Bu qanaqa mantiq? Biz har doim shunaqa mantiq bilan har doim to'g'ri topamiz. Xo'p debdi, qutini olib chiqinglar debdi. Bu qutining ichida nima bor? To'ng'ich o'g'il quti to'rtburchak bo'lsa, uni ichidagi narsa dumaloq debdi. O'rtancha o'g'il aytdiki, agar uni ichidagi narsa dumaloq bo'lsa, uning rangi sariq debdi. Keyingi o'g'il aytdiki, agar uning ichidagi narsa dumaloq rangi sariq bo'lsa, demak u tilla tanga desa, podshoh ham bundoq qarab turib, sigiri nima qilding Ivan degan ekan.